Salom bolalar. Sizlar bilan Sultonbek 48 ili Max qo'yib. Короче, bugungi rolikda biz bo'lamiz. Hop. Bola ketdik. Hop. Shunaqa qo'lim o'chib ketgan bolalar, shuning uchun non olishga ketdik. Magazinga. Faqat birinchidan sizlarga zo'r narsa aytmoqchiman. YouTube kanalim 50 ta podpishchi bo'lsa, men stream qila olaman o'yin bo'yicha. Yana plusi yana mana kerak menga kontent. Yana agar bu rolikda biza bir 3 ta like yig'sak, yangi rolik qilamiz. Короче, mana masalan o'zini kommentariyga yozinglar, qanaqa rolik qilishimizni. Bo'ldi. Rolikka boshlaymiz. Assalomu alaykum. Okey, non bormi? Ha, bor. Bittasi 5 bo'ladi. Ha, bittasimi? Ha. Mana. Rahmat. Hop. Gitti bolalar. Mikrofon. Eshitmagandirsizlar. Bo'ldi bolalar. Gitti. Aytgancha kommentariyaga aktiv qo'yinglar. U yog'im. Yig'ilishdi. O'ryapti. Mayli bolalar. Bugun men ish topishim kerak bolalar. Hop. Ish topishim kerak. Ha, bitta joy bilaman. Men короче, o't vani domga qaraydigan ishda. Короче, men vani ish topaman-da. Короче, ishlash uchun. Ishimga pul topaman. Hop bolalar. Hozir ish topish uchun ishlash kerak. Ish topish uchun короче, vani qilish kerak. Topish kerak ishlash. Hop, assalomu alaykum. Ish bormi? Vani nimada botda o'rtog'im aytdi, что domga qaraydigan охранник bo'lib ishlaydi. Shunaqa. Ha, shu bilaman. Hop. Oyiga necha pul? Oyiga bir 10 yoki 3 dollar shunaqada. Ha, oyiga. Hop, ishingizga qarab 10 dollar bo'ladi. Kuniga. Agar bir kunlar bo'lsa, ishdan sirasiz bo'shatib keta qolasiz yoki 3000 beradi. Mayli. Hop. Mayli, roziman. Hop. Kelishdik. Hop, qachondan ish? Bugunmi, Ertadan. O'zbotda ishchilarni aytish kerak. Hop, nechinchi domga qarang? 6 ta. Yuring ketdik, sizni olib boraman. Hop. Chiqolmayapman, lekin ketdik. Ketdik, kamashdi. Mashinam bor, mashinam bilan ketamiz. Hop. Lamborghini dur. O'tiring, ketdik. Voy, bu kiribdizku. Ketdik. Voy, uzr, haydashni bilmayman, hali pravam yo'q. Prava sotib olganmisiz? Yo'q. Sotib olgandek bo'ladi. Shunki. Hop. Mana shu dom sizniki. Mana shu bitta domni territoriya qilsangiz, bitta podyezdni kuniga 10,000 beramiz. Hop, bo'ladi. Rahmat. Hop, ertadan kelishingiz mumkin. Hop. Sizni boshqa ishchi kutib oladi, men emas. Hop.
Xo'p, bolalar, ish topdim, Xudoga shukr. Yana bu pul topish mumkin, ishlash mumkin va boy bo'lib ketish mumkin. Bu birinchi ishim, birinchi oyoq bosishim, birinchi hamma narsamda короче. Xo'p. Mayli, hammaga xayr. Bola. Ertalabdan yuz yuvishimiz kerak. Suv hech qayerda yo'q. Yo'lda suv topamiz. Ammo akvarium bilaman, pullida. Suv. Mayli. Suvsiz ovqat yo'q. Bu zabroshka. Mashina ham ovozim bo'ladi, lekin u hamma joy ochiq. Bo'ldi. Lekin uyda yedinglar desanglar, chunki qumga donshaq tushmasin. Hop, bugun ishim bor. Nechilarga deb so'raman mana. Mayli, boraylik. Hop, bolalar. Ketdi. Bu rolikimiz 11-12 minutlargacha dlitsa qiladi. Bu chunki ikkinchi часть, ikkinchi qismi, uchinchi qismlari bor. Shuning uchun shunaqa gap bor. Buni ayni baland. Sen telefoningizani. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi o'zingizsiz, tuzimsiz. Ha. Ishlashga keladi aka. Keling. E'tiborimiz biz asabim buzilib ketdi. Mana shu podyezdni siz qaror qilasiz. Xo'p, panarlar yo'qmi? Yo'q. Bor ekan mana. Mana bitta bor. Xullas, kechqurun soat 8 da kelasiz. 8 da kelganingizdan keyin ertalab soat 8 gacha ish bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Bo'pti, rahmat. Qorovulchilik bo'ladi. Xo'p. Bo'pti, ketavering, yaxshi. Mana o'ylab keling. Bu shuga yetsa kelyapti. Xo'p, bolalar. 8 da dedi, 8 da boramiz, 8 da qo'yamiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi dedik, xo'p bo'ladi, bo'ldik, to'g'rimi? Xo'p, mayli 8 gacha o'tirar ekanmiz-da. Xo'p, bolalar. Yetdimi? Yaxshimisiz? Unaqa deb gapirvormi? Yo'q, endi uyingiz yo'qligiga aytdim, xullas. Bor, mana uyim. Xullas, men sizni ochishda kutib olaman 8 da, bir oz soat necha bo'ldi? Telefonimga qarab olsam, soat hozir 7:30 bo'ldi. Yarim soatdan keyin sizni chaqiraman. Kelasiz, xo'pmi? Xo'p, bo'pti, men keldim. Bo'pti, xo'p. Men pul tashlab kelmasam. Xo'p, bolalar, juda g'alati odamlar ekanlar, mayli. Xo'p. Men hozir boraveray, bo'ldi ishlashga. Ketdi bolalar. Xo'p, bolalar. Qalaysiz, aka? Assalomu alaykum, boy, uxlab qoldim. Nima deysiz? Mana qarish keldim, ha. Qo'laysiz. Mana o'tiradigan joy bor, charchasiz. Menimkidan uxlash mumkin emasmi? Mumkinmi? O'tirsangiz, charchab ketsangiz deyapman. Uxlab qolish mumkinmi? Yo'q. Siz mana shu adashib ketdim, boya, mana pulni men boshliq aytdi, mana shu tarafga ham qilib ketar ekansiz. Kuniga 20 mingdan berar ekan. Xo'p, zo'r. Mayli, men ketdim qarashga. Xo'p, har bitta podyez 10 mingdan kuniga beriladi, shunga. Xo'p, bo'ldi, xo'p, ketdim. Xo'p, bolalar, qaraymiz. Xullas, men eslicho. Kallam kelyapti. Xullas, eslicho, men narigi tarafdagi podyezdda domini qilaman men. Xo'p, tushundim. Xo'p, biz qaraymiz. Hech kim yo'q. Kameralar ham bo'ladimi? Men bilmayman. Kamera domlarda bo'lishini birinchi marta ko'rdim, mayli. Lekin zo'r domni, mana shu domni orzu qilganman. Mayli, hali voqilibsiz.
Mana bular qurilayotgandir-da. Mana qarab chiqing. Hop, zo'r. Hop, hamma narsasi yaxshi. Ikkinchi uyga qaraymiz bolalar. U yaqin. Hop, bolalar. Voy. Kimdir yopib qo'yibdi. Voy, bolalar. Qamalib qoldim shunda. To'xtachi. Taxt. Joyga. Mayli. Chiqim. Voy. Qatdan chiqadigan joyi yo'q. Mayli. Losma havo. Oka, ochib yuboring, iltimos. Kim uxlab ketdi sizni? Havo olishga keluvdingiz ya? O'zingiz quflab ketgandirsiz, qatdan bilaman. Mana rostdan qarab turasiz. Qarom. Siz ham yopib qo'ying-da. Endi yesa pastda shunaqa. Yeysiz. Mayli bolalar. Hamma joyda kamera bor. Xo'p, bolalar. O'tiramiz. Nima qilib kutib. Mayli. Men ketdim, hamma eshiklarni yopib. Yo'q, mashta o'tiraman-ku bir kun. Mayli, okey, o'tiramiz. Kutib o'tiramiz. Bolalar, mana shunisi bilan tugaydi bizning videomiz. Ikkinchi qismini ko'rishni xohlasanglar 3 ta like yig'amiz. 3 ta likedan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Va like, kommentariyani portlatib olinglar, likelarni portlatib olinglar. Ikkinchi qismi ertaga yo bugun chiqadi. Kim xohlayotgan bo'lsa like bossin. Hammaga xayr.